Demak, viyet teoremasi mavzusi ko'rib chiqamiz. Deyaptiki, mana shu tenglamani manfiy ildizlari x1 va x2 sonlari 20 shartni qarondirsa, a taqsim b plus 10 ning qiymati topilsin. Demak, aytyaptiki x1 kvadrat plus x2 kvadrat 20 shart qarondiryapti. Buni yozishim mumkin. x1 plus x2 ning qavs kvadrati minus 2x1 x2 desam bo'ladi 20. Va yig'inning o'rniga men qo'ysam bo'ladi. Demak, minus a ni, ya'ni a kvadrat minus 2 ko'paytmani o'rniga b ni qo'ysam bo'ladi. B musbat son, sababi manfiy ildizlar deb aytyapti. Teng 20. Xo'p. Bizdan a taqsim ildizda b plus 10 ni so'rayapti. Demak, a ni topib olsam, bu yerdan u tarafga o'tganda 20 plus 2b. Bundan ildiz olsam, ildiz ostida 2 ko'paygan, ildiz ostida 10 plus b desam bo'ladi. Va a ni o'rniga mana bu yerga shuni qo'yaman. Ya'ni ildiz ostida 2 ko'paygan, ildiz ostida 10 plus b taqsim, demak ildiz ostida b plus 10 qisqarib ketib ildiz ostida 2 chiqadi. Faqat a qanaqa son edi? A manfiy son edi. Manfiy ildizlarni qo'shganimda minus x1 plus minus x2. Mana bu minus a ga teng bo'ladi. Ya'ni oldidagi sonni qarama qarshisiga, demak yo'q, musbat son ekan. Musbat son ekan, bu to'g'ri. Ildiz ostida 2 o'zi. Xo'p, endi ikkinchi savolda aytyaptiki, shu tenglamani ildizlari x1 va x2 sonlari uchun shu munosabat o'rinli a ni toping deb savol qo'yibdi. Tenglik o'rinli. Xo'p, mana bunday qilsak bo'ladi. Bitta proporsiya qilib yuborsam nima bo'ladi? 1 plus ko'pincha ildiz ostida x1 ko'paygan x2 taqsim ko'pincha ildiz ostida x2 to'rt. Mana bu son 27 ga teng. Mana qo'ysam 3 chiqadi. Qo'shilsa 4 taqsim ko'pincha ildiz ostida x2 teng 4. Bundan x2 kelib chiqyapti 1 ekanligi. Bitta ildizi 1. Ko'paytmasi 27 bo'lishini o'z-o'zidan x2 ildizimiz 27. 2a nimaga teng bizda? 2a qarama qarshi ishorasi ildizlar yig'indisiga teng, ya'ni 28 ga teng. Bundan a barobar 14 ekanligi kelib chiqyapti ekan. Xo'p, a barobar 14. Uchinchisi, shu tenglamani ildizlari qarama qarshi sonlar bo'lgan tenglama tuzing. Demak, shu tenglamani ildizlariga qarama qarshi sonlar bo'lgan tenglama tuzing degan savol qo'yilibdi.